To'xtang. Hozir siz nimaga naskingizni hidladingiz? Nima o'zi bola naskisini hidlaydi? Nima hidi? Atirgul hidi keladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, biz sassish darajasini bilamiz. Tushundingmi? Misol uchun, sal sassi, demak yana kiysa bo'ladi deymiz yoki kechroq yuvsam bo'ladi deymiz. Agar вообще sassi, mana anaqa pop kiyimni tiqib yuboriladi. Tushundingmi? Da, salsasida kiysa bo'ladi rostdan. Ha. Miyasida zagushni ketyapti. Hayrat, tushunmayapman. Nima farqi bor salsasi ham sassidi-yu? Yo'q. To'g'ri, misol zaril moment bo'lishi mumkin. Yana kiyishing kerak o'sha oq bitta naski kiyim bor. Sal sassi, yana kiyaman deysiz. Agar вообще sassi, majbur qora kiyamiz, tushundingmi? Ishlaydi bu. Aka, sal so'zini yonida babi sassiq so'z bor-ku. Formani nimaga hidladingiz? Darajasi bor bo'ldi. Formani nega hidladingiz? Buni umumiy o'zim qay darajada yaxshimanmi yomonman? Yo'q, to'g'ri. Sasyapmanmi yo'qmi? Shuni bilish uchun. Agar вообще sasga ketsam, men demak lechini olishim kerak. Tushundingmi? Короче, men tushunmadim.